Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ben hozir bu o'zlarimizni Xorazmda bo'lib turgan voqealarni eshitib o'tiribman. Quvondiq Safarovning videosini ko'rdim hozir momentda. Shuna qarab majbur bo'ldim efir etishga. O'zim hali efir etishga kelmasadim, bitta vaqt kerak edi ozgina. Mesela bir ozgina bir kalomlarni ko'rib, birozini olib, bo'lsin YouTube atishga. Endi hozir shu aytgan Quvondiq Safarovning aytgan videosini ko'rib, oxirgi videosini ko'rib, asabim buzildi meni. Quvondiq Safarov o'zi bir kavushka yeyib yuravering. Yaxshi bo'lib, noloq to'layman o'zingcha. Lekin axir nega desan, Furqat Ro'zmetovni ham Alloh ikkinchi bir video qo'yib, bu bir-biring bilan maslahatlashib ish bo'lmaydi Safarov. Bir-biringni yettinga chiqarib, boshga aytib. Bu erkakning ishi emas bu. O'zing yo'lingda yurdan kavushkani qo'yib yuraver. Qazariston bo'laman deb. G'ulomni necha bildingiz? G'ulom yaxshi bola ekan. Rahmat G'ulomga. G'ulomni o'rnida olsam, shu bir kunda men o'ldiraman seni. Qisqintirib o'ldiraman. Bu urib emas. Qisqintirib do'lnatib o'ldiraman. Bir gün chidab bilsang, mujik bo'lasan. Lekin aytib o'tirgan bu videolaring nalaring yaxshi emas. Bu birinchidan. Sen o'zing birinchi eping o'zingdan qarab ko'r, birovdan emas. Parvardigor bo'ladi, lekin birinchi aybni o'zingdan qidir. O'zing agar shunday aybing bo'lsa, Xudodan kechirim so'rab, o'zingga o'zing to'g'ri yo'lga tushsang, bu yaxshi yo'lga ketadi. Endi bunda aytib o'tirganim yaxshi emas. Ularning chiqargancha yozganman kommentariyada, lekin chegan ham yer Xudoy taoloning narsasi u bergan. Tuproq ham chegan ham, boshqalar ham, dosh ham. Lekin bunda aytib pes video qo'yma. YouTube'ga girmang iloji bo'lsa, iltimos sizlardan. Bunda bo'laman. Furqat Ro'zmetovga kelsak. Furqat Ro'zmetovga kelsak, endi men o'zim danishib beraman ama men Shabot tumanidan Akko'l mahallasindanman o'zim. Bek bolasi yo'qman. Furqat Ro'zmetovga kelsak, men 2012-yilda birovning eybi bilan urushib, birovlar bilan so'tlashganman. Şu 12-yilda